Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, proverka bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyadagi musofirlar ogoh bo'linglar, 1-sentyabrdan boshlab granitsalar yopilar ekan deydigan ba'zi bir blogerlar video sizlar uchun ogoh bo'linglar. Bunaqangi yolg'on xabar tarqatmanglar. Bu O'zbekistondagi yoki Rossiyadagi bilmay sodda yurgan odamlarga sizlar to'g'ri prosmotr uchun qilyapsizlar bu narsani, lekin oddiy odamlarga bu qattiq ta'sir qilishi mumkin. Kimdir ota-onasini, kimdir oilasini shu Rossiyada yurib boqib yurgan odamlar mana shu xabarlarni eshitib ketib qolishi mumkin. Chunki men juda ham ko'p sodda odamlarni ko'rganman. Bunaqa gaplarni eshitib, bo'ldi, men ketaman deydigan yoki kelmoqchi bo'lganlar kelmay qo'yishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi xabarni tarqatmanglar. Bu yolg'on xabar. Men yuristlarni, Rossiyada yurgan barcha bir kontent qilib borayotganlarni ko'rib, hammasini bilgan holatda ishonchliisiga aytmoqchiman, bemalol bunaqangi granitsa yopiladi degan gap umuman qonunda ham mish-mish emas. Faqatgina bu o'zimizni ruschani bilmayotgan, tarjimani yaxshi qilish bilmayotgan chala blogerlarni chiqargan kontentlarini oqibatiga shunaqangi odamlar ko'p savollar beryapti. Hech qayer yopilmaydi, hammasi chotka bo'ladi. Gaplashamiz. Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz metrolarga, avtobuslarga, tramvaylarga chiqqan paytingizda mana shunaqa pullaringizni to'lab yurishingizni so'rab qolaman. Agarda shu arzimagan 80 rubl, 100 rubl pulingizni qizg'anib to'lamaydigan bo'lsangiz, mana bunaqa holatlarga tushib qolishingiz mumkin. Mana do'stlar, videoni o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsiz. Immigrantlar pulni to'lamay yuradi deb butun ijtimoiy tarmoqlarga sharmanda qilib chiqarishyapti. Bundan tashqari arzimagan shu 80 rubl, 100 rubl pulli deb 5000 rubl shtrafga tushishingiz mumkin. Shtrafni ham 2-3 marta oladigan bo'lsangiz, avtomatik Rossiyadan zapretga tushib qolishingiz mumkin. Do'stlar, albatta Rossiyada tramvaylar, avtobuslar, metrolarga kirganda pullarni to'lab yurishingizni so'rab qolaman. Bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Yo'q joydan hozir podstava bo'lib ketishi mumkin. Yo'q joydan prosta. Mana bu o'zim yashaydigan uyni. Mana bu yerda balkimda esidan chiqqandir yoki bo'lmasa balkim atalab qo'yib qo'yilgandi. Mana bu zonada polniy kamera. Ya'ni birinchi etaj magazin, tudim-sudim shunaqa hamma narsa bo'lyapti. Qiziqqonlik qilib birortasi tegadi, o'sha telefonni oladi ham deylik. Olib ketadi ham deylik. U yoqda barsetka turishi mumkin, pul turishi mumkin, plastik turishi mumkin, farqi yo'q, любой narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda akalar, ukalar tegmanglar. Po maksimum tegmanglar, chunki sentyabr oyida bilasizlar, Rossiya Federatsiyasida mobilizatsiya boshlanadi, ya'ni armiyaga saralash boshlanadi. Shunaqa holatda bizni o'zimizda o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar juda ko'p podstava bo'lib ketyapti. Oddiy melch narsalarda. Ularga обычный bitta bahona kerak, xolos sizlarni olib ketishga. Uyda sizlarni kutayotgan odamlar bor. Otangiz, onangiz, singillaringiz, opangiz, qarindoshlar haqida o'ylang. Xolos bitta risk, bitta arzimagan. Rossiyada yurganlar, O'zbekistondan kuzatayotgan bo'lsanglar, Rossiyada yurganlarni juda ham yaxshi tushunsanglar bo'ladi. Hamma hozir qil uchida yuribdi Rossiyada yurganlar. Bitta mana shu to'g'ri yo'ldan ozib ketishingizni o'ylab turibdi hozir. Rossiyada yurganlarni shunaqa narsalar kutyapti-da. Prosta hamma o'ylaydi, zo'r mazza qilib yuribdi deb o'ylaydi. Yo'q akalar, opalar, singillar, ayollar ayniqsa pul jo'nat deb mazgisini qoqmanglar, eringlarmi, akangizmi, o'g'lingizmi. Ular o'zi shunaqa ham qil uchida yuribdi-da. Mana shunaqa narsalar chiroyli ko'rinadi ko'ziga, oladi, yo'q joydan podstavani bo'yniga ilishadi. Tamom, ketdi shu bilan. O'shaning uchun o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Po maksimum shunaqa narsa ko'rib qolsanglar, uzoqroqdan yuraveringlar. O'zbekiston va Tojikistondan Rossiyaga kelayotgan migrantlar soni kamaydi. O'zbekiston va Tojikistondan Rossiyaga kelayotgan migrantlar soni kamaydi. 11307 2026-yil O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kamroq kela boshladi. Ushbu davlatlardan mamlakatga ish maqsadida kirishlar soni 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15% ga qisqardi. Bu 3 davlat mehnat migrantlari soni bo'yicha asosiy
peshqadamlar bo'lib qolmoqda. O'tgan yilning dastlabki 6 oyida ularning fuqarolari ishlash maqsadida 2,3 milliondan ortiq kirgan bo'lsa, 2026-yilning xuddi shu davrida ular taxminan 1,9 million marta kirishgan. 2026-yilning yarim yildagi ishchi sifatida kirishlar soni bo'yicha birinchi o'rinda O'zbekiston turibdi. 1,1 milliondan ortiq kishi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13,2% ga kamdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston joylashgan bo'lib, u yerdan 494,500 ta ishchi kirishi amalga oshirilgan va bu o'tgan yilgi darajadan 17,9% ga kamdir. Uchinchi o'rinni Qirg'iziston egallagan bo'lib, uning fuqarolari 289,100 marta kirgan va 16,7% ga kamayishni ko'rsatgan. Rossiya va ushbu davlatlar o'rtasida vizasiz rejim amal qiladi. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari mamlakatda qonuniy ishlash uchun patent rasmiylashtirishlari kerak. Patent 1 yilgacha bo'lgan muddatga beriladi. Qirg'iziston fuqarolariga patent kerak emas, chunki mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradi. Shuning uchun ular mehnat yoki fuqarolik huquqiy shartnomasi asosida ishlashlari mumkin. Moliya universiteti professori Aleksandr Safonov safarlarning qisqarishiga migratsiya qoidalarining qattiqlashtirilishi va patentlar qiymatining oshishi ta'sir qilganini aytadi. Migrantlar uchun tibbiy ko'riklar uchun to'lov, uy-joy ijarasi va aviachiptalar sotib olish kabi boshqa xarajatlar ham oshdi. Shu bilan bir vaqtda Rossiya va Xitoydan kiritilgan investitsiyalar tufayli migrantlarning vatanida tobora ko'proq yangi ish o'rinlari ochilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi endilikda ishlash uchun Janubiy Koreya, Xitoy, Yaqin Sharq va Yevropa ittifoqi mamlakatlarini ham faol tanlamoqda. Moskvaning Minushkina va hamkorlari advokatlar hay'ati raisi Anna Minushkina chet elliklar bo'lish muddatlarini buzganliklari sababli nazorat qilinadigan shaxslar reyestriga tez-tez tusha boshlaganini, shu sababli ular keyingi yilgacha Rossiyani tark etishga majbur bo'layotganliklarini ta'kidladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligida chet ellikka nisbatan o'tgan yilda sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun ma'muriy jazo chorasi qo'llaniladigan holatlar ham uchrab turibdi. Bu ilgari kuzatilmagan edi. Keluvchilar va ularning ish beruvchilari hozirda qonunlarga qat'iy rioya qilish zarurligini tushunib turibdi. Anna Minushkina tez orada yangi qat'iy qoidalar ishchi kirishlari sonini bunchalik sezilarli darajada kamaytirmaydi deb hisoblaydi. Rossiyadagi ish beruvchilar viza rejimi joriy etilgan mamlakatlardan muhojir ishchilarni taklif qilish ko'paygani kelajakda umumiy statistikani o'zgartirishi mumkin. 2026-yil 10-avgustdan boshlab Rossiyada chet el fuqarosining patent uchun avans to'lovi o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda patentni amal qilish muddati avtomatik tarzda tugatiladi. Patent asosida mehnat qilayotgan chet el fuqarolari har oy avans to'lovini o'z vaqtida to'lashlari shart. Aks holda patentning amal qilishi to'xtatiladi.